soat ro'par olsa 10 bo'pti akalar. Soat 10. Bu Abitdan keyin olib qo'ygan mashinalarimiz. Xo'p, men ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. 2005, 2006, 2007 va hokazo 2013-yilgacha bo'lgan Lacetti'larda ichganimizda ko'pincha mana shunaqa linenkasi yaramay qolardi akalar. Chizilib ketgan bo'ladi. Buni biza to'g'risi bo'lgancha qilardik, bo'lmagandan keyin boshqa rulekolonga qilardik. Lekin biza oxiri buni o'zini qilib beradigan qilib ilojini topdik. Qaranglar mana. Bu ham xuddi shunaqa chizilayotgan rulekolonkaning linenkasi. Buni biza 3 etapli polirovka keramikalari bilan qilib qo'ydik. Akalarim, ana endi Lacetti'si bor akalar. Rulekolonasidan moy yoqsa ham akalar bemalol kelib bizani xizmatimizdan foydalanib ketishlari mumkin. Garantiyasi bilan qilib beramiz. Siznikini ham xuddi mana shu holatda chiqarib beramiz akalar. Rulekolonka hadoyi xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasiz. Bu eski emas, yangi mashinaniki, bu mashinaniki. Bunga qarab qo'y. Shu mashinaniki. Xo'p. Xuddi shu mashinanikini qilib berdik akalar. Masalan, mana yaqinroqdan ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi? Akalar telefon qilib kelaverasizlar.